Selam dostlar. Biz bugün telinkeni yumuşak plastilin yardımında milli bizek bilen biziybiz. Bizge kerek bulaşak yumuşak plastilin, iş kuralları, koyuşı, katı kağızdan işlengen telinke. En birinci iş itip telinkenin ortasını biziybiz. Bunun için tügerek öveliybiz. Hem ortasına birikitemiz. Totar ornamenti katlı. Şuna göre men tügerekni iki katlı item. İkinci katı biraz kişirek bulan. Maxsus kural yardımında bizeklerinde yosin. Bizning o'rtadagi resmimiz turli formadagi tomchilardan turadi. Yeşil plastilinni 4 tegiz ulushga bo'larga kerak. Hozir shu ulushlardan tomchi formasini yasaymiz. Buning uchun qobat tügerek formasına keltiramiz. Tügerekni bosib, barmoqlar yordamida tomchini formalashtiramiz. Birinchi tomchimiz hazır. Tomchilarni qopma qarshi o'rnashtiramiz. Boshqa tusdagi shiratdagi tomchilarni men yulduz formasına keltiraman. Buning uchun menga qo'yishi yordam etacak. Qo'yishi yordamida tomchilarning ustki ulushlarini kesib o'tamiz. Telinke bizning o'rtasi hazır. Hozir qiriylarini bezaymiz. Yo'froqni barmoqlar yordamida biroz buklaymiz. Biz bugün g'odiy usul yordamida telinkeni milliy bezaklar bilan bezadik. Kelasi uchrashuvlarda da milliy bezakli ishlanmalar ishlovni davom ettiramiz. Sog' bo'linglar.